Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz Urganchning Qoq markazida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, Al-Xorazmiy ko'chadaman. Oldimizda gastronom, ban tarafimiz Jaloliddin Manguberdi bo'ladi. Bozor taraf, ban tarafimiz aeroportskiy taraf bo'ladi. 4 etajli domimizning 2-etajida 2 xonali tayyor kvartiramiz sotib qo'yilayotgan barcha jihozi bilan. Esa ketdik, Unichon taraf bilan dons chiqsak. İkinci qavatimizga yetib keldik. Shu doğrumuzdagi xonadon bo'ladi. Girish eshiklarimiz yaxshi sifatli demir eshiklardan qo'yilgan ekan. Podyezdlarimiz ham yaxshi holatda. Toza turibdi. Ichon tarafına kiradi olsak, bir girish xotimiz bo'ladi. O'ng qo'limizda shuningdek shkaf qo'yilgan. Yeymasadan patinka qo'ymoqqa. Ko'rganlaringizdek, uyimiz barcha jihozlari bilan sotilayotir. Hamma sharoitlarga ega. Berimizde sanuzel joylashgan bo'ladi. Da patologdan kafeldan chiqib turibdi joy holatda. Dafamiz esa plastik bo'ladi ekan. Berimiz ham yaxshi holatda turibdi. Ban tarafimizda oshxona joylashgan. Oshxonamiz ham registrga tashab o'tilgan. Arkalari kafel bo'lgan. Shuningdek oshxona mebellari bo'ladi ekan. Berimizda zifler bilmasdan 6 kiloluk kir mashinamizdan qoladi ekan. Xolodilniklarni ega. Berasa spalni bo'ladi. Spalnimiz ham barcha jihozlarga ega. Shuningdek, kattalar uchun ajoyib spalnisi bo'ladi ekan. Aynalamizga jaluzi qo'yilgan, registrlarimiz ham tashab o'tilgan bu ham. Xonamiz ajoyib aboydan chiqib turibdi ekan. Oyoq teylarimizga g'olib döşalgan joyini. Uyimiz ko'rib turgan hamma narsalar qoladi uyimizda. Bu yerda shkaf bo'ladi ekan, shuningdek ajoyib. Eshiklar ham yaxshi taxta eshiklardan qo'yilgan ekan. Bu yerda esa zal bo'ladi. Zalimiz ham ulug' tushgan katta. Ko'rganlaringizdek, bu yerda xon taxtasi bo'ladi ekan shuningdek. Televizor ham bor. Postavkalari bilan ajoyib katta televizorlardan. Bu yerda esa o'zi balkon bo'lgan. Zalimizga qo'shib qo'ydi ekanlar. Bu yerda shuningdek parda tortib sezon bo'ladi. Bu yerda ham kichkina spalnisi bor ekan bir odamlik. Registrlar ham qo'yilgan, ko'rganingizdek bu yerda. Ajoyib bundan. Perdeler asılgan, aynalarımız akfayna bo'ladi ekan ajoyib. Konditsioner ham bor. Bu yerda ko'rganlaringizdek katyollar ajoyib katyoldan 15 minutda xumuz oladi uyimiz. Ko'rganlaringizdek uyimiz hamma jihozlari bilan sotilayotir, yaxshi holatda, hamma sharoitine ega. Narxini keladi olsak 350 million so'm. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon olib olishingiz mumkin. Ozgina kelishlardan joyi bor. Sog' olun, salomat olun.